Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Men Aruxan Allabergenova, Siberian Wellness konsultanti. Bugun sizlarga N-acetyl L-cystein mahsuloti haqida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchiman. N-acetyl L-cystein qisqacha NAC deb yuritiladi. Bu mahsulot salomatlik uchun antioksidant kalit bo'lib hisoblanadi. NAC o'tkir respirator kasalliklarda bronxlarning salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Balg'am chiqishini yaxshilaydi va kasallikdan tiklanishni tezlashtiradi. Bu mahsulot jigarning normal ishlashi va detoksikatsiya jarayonlarida ham ishtirok etadi. NAC kuchli antioksidant bo'lib, hujayralarni erkin radikallar keltirib chiqaradigan shikastlanishlardan himoya qiladi. NAC kuchli va tez ta'sir etuvchi mukolitik, ya'ni balg'am ko'chiruvchi ta'sirga ega. Bu mahsulotimiz depressiya, shizofreniya va ruhiy kasalliklarni davolashda ham foydali bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, cherepno-mozgovoy travma, ya'ni bosh miyaning o'rta darajadagi jarohatlanishida yordamchi vosita sifatida foydalanish mumkin ekan. Shuningdek, operatsiya jarayonlarida narkozdan keyin organizmni tiklashda detoks vositasi hisoblanadi. Ya'ni bu mahsulotimiz katta-katta shaharlarda avtomobil qatnovi ko'p bo'lgan, havoning ifloslanish darajasi yuqori bo'lgan aholida yashovchilarga profilaktika uchun tavsiya qilinar ekan. NACni ichak infeksiyalarida ham qo'llash mumkin ekan. Bu mahsulotni qanday qabul qilamiz? Har qanday ORV yoki bakterial infeksiyalarda NACni bir kapsuladan 3 mahal 7-10 kun, so'ngra esa 2 mahal 1 oy davomida qabul qilish tavsiya qilinadi. Endi shu mahsulotni o'zim zakaz etdim. Bugun keladi deb o'ylagandim, lekin kelmadi. Ertaga kelsa kerak. Shuni iste'mol qilib ko'rmoqchiman, chunki men nabiram va o'g'lim, kelinim ham bronxit bo'libdi. Grippdan keyin осложненияmi ishqilib yo'talishyapti qattiq. Lekin Navamin ichyapmiz, EPAM 7 va EPAM 9 larni ichyapmiz hammamiz. Shu N-acetyl L-cysteinni ham ko'rmoqchimiz qabul qilib, keyin natijasi bilan bo'lishaman. Yo'q, vitamin yo'q ekan tarkibida ko'rish. Bosh miyaning kichik jarohatlarida ekanda, qattiq jarohat emas, kichik jarohatlarda davolanish uchun tavsiya qilinar ekan. O'zi asosan bu mahsulot nima uchun ichiladi? Shamollash, yallig'lanish, jarohat, shundami? Ha, o'pkaning jarohatlanishida, o'pkaning shamollashi bormi? Eng asosiy shu qaqir balg'am ko'chirishga yaxshi yordam berar ekanda, keyin detoksikatsiyada ham yaxshi yordam berar ekan. Detoksikatsiya degani zaharlanishmi? Detoks, tozalanish. Masalan, narkoz olgandan keyin organizmda narkozning ta'sirini chiqarib yuborish uchun foydalansa bo'lar ekan. Vobshe zo'r ekan-ku. Shu. Tushunarli. Demak, даже antibiotik olgan insonlarga ham undan antibiotikdan foydalanib, ukol doridan keyin ham bersa bo'lar ekanda demak. Ha, bo'ladi. Organizmni zo'r tozalab qo'yar ekanda demak. Qit'ada ishlaydiganlar, ya'ni ob-havosi yaxshi emas nelar bor-ku, shunday yerlarga profilaktika uchun tavsiya qilinadi. Bugungi N-acetyl L-cystein mahsulotiga doir qisqacha ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Siberian Wellness konsultanti Aruxan Allabergenova bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.